tadbirkorlar va ijodkorlar sizlarga navbatdagi uchrashuvimiz bugun belgilangan tadbirkorlar uchrashuvi bilan shuni uchrashuv o'tamiz. Men Yurtdosh Suyuqdan biznes rivojlantirish banki Xonzoda hududiy boshqarmasi boshqaruvchi o'rinbosariman. Ismim Odamboy, familiyam Odamboy. Biz sizlarga uchrashuvimiz asosiy maqsad bankimizdagi bu turmushlar qiynab turgan masalalar uchun sizlar murojaatlaringiz uchun sizlar takliflaringiz uchun bizdan qaysi yo'nalishda qanaqa takliflaringiz bo'lsa ya sizlar hozir bizada masalalarni yechilib yurgan masalalar bo'ldi, kredit olishni boshqa murojaatlar shunday bo'lsa qo'llangancha yurib chiqib biza xodimlar bilan birga rahbariyat bilan birga shuni ijobiy hal qilishga amaliyotdan berishga harakat qilamiz. Shuning uchun hozir bu uchrashuvimiz shu o'tkaziladi. Agar ruxsat bersangizlar uchrashuvni boshlasak, kim bilan savol bo'lsa shu savolni mukofotdan kelib chiqib men sizlarni xodimlarga yo'naltirib o'zim bilan o'zim yozib olib, noma'lum masala bo'lsa telefonlar bilan javobni yetiraman. Agar boshqa o'zingizlar kimda savol bo'lsa bemalol boshlasak bo'ladi. Bize şu 100 milyon so'mlik kredit alacak yani kompüter qarmatish uchun. Shuning uchun sherak noma'lum kerak bo'ladi. Agarda sizda yosh tadbirkor bo'lsa, yosh degani 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan tadbirkor subyekti bo'lsa, yangi tashkil qilingan bo'lsa ham 100 million so'mgacha imtiyozli kredit beramiz. Buni 5 yil, 7 yil muddatgacha beramiz. Asosan sotib kredit foiz stavkasi 20% dan bo'ladi. Agar yoshlar bo'yicha bo'lsa, agar siz yoshlar bo'yicha bu 1902 bo'yicha olsangiz, prezidentimizdan 1912 sonli qaror bor. Bu bo'yicha ham beramiz. Bu toifasidan kelib chiqib 19% 23% bo'ladi. Bu 100 million so'mgacha garovsiz bo'ladi. Kefil bilan bo'ladimi? Kefil bilan bo'ladi. Nada sug'urta bilan sug'urta qazansiz kefil. Sug'urtadan chiqsam qutqaradi. Endi unisini to'shib bilmayman, olay hisob-kitobga qo'yadi. Kredit masalan 7 yil muddatga bo'ladi, sug'urtadan to'shib masalan nazarda bilmayman. Summasi sizdan zakat yuklaydigan hech qanday summasi. Vallahi ko'rib aytadi, xohlasangiz kefil bilan, xohlasangiz sug'urta bilan. 312 denimizda hech qanday ta'minot bermaymiz. 312 yani 19%, 23% deyanim bor. Kredit hech qanday kredit ta'minot to'lamaymiz. Masalan, sug'urtadan bermaysiz, boshqa kefildan so'raymiz. Faoliyatdan bor bo'lganda haqiqatan shu ishni qilmoqchi bo'lsa, shu faoliyatni bog'lagan bo'lsa, 100 million so'mgacha imtiyozli kredit beramiz. Yoshlar bo'lsa, yoshlarga shu dokumentni tekshirasiz, shu yoshlarga bo'lgan bo'lsa, pastdan bolalar aytaman. Yoshlar bo'yicha xursand ishlar o'tiribdi, xursand yigitimiz bor. Shuni hozir yo'naltiraman, bir qator ko'rib chiqib dokumentlar ko'rib chiqasiz, masala yo'q. Shu. Yana kimdan olamiz? Mahalla loyihasi bo'yicha bo'lsa, mahallada faizini kelib chiqib, hozirgi dollar 5000 dollar ekvivalentida beriladi. 5000 dollar ekvivalentida so'm beramiz. Masalan, 60 million so'mgacha beramiz. Kredit foiz stavkasi ayollara 24%dan, erkaklar 25%dan bo'ladi. 3 yil muddatda bo'ladi. Xalosanning 6 oy imtiyoz davrasi mumkin, xalosan imtiyoz davrasiz bo'ladi. Grafikni xalosan differensial, xalosan annuitet belgilab berish mumkin. Bu jismoniy shaxs bo'lib, o'zimiz bankdan qoldirib olsangiz, kartada turib beradi. Yuridik shaxs tashkiloti yo'q, yuridik shaxsga yakka tadbirkor bo'lgan boshqa bo'lgan tadbirkorlar shu o'zida turib beradi. Shundan o'zingiz xohlaganingizda tasarruf qilishingiz mumkin, xohlagancha o'tishingiz mumkin. Siznikilar saytda 100 million imtiyozli kreditlardan siz mahsulot sotib olish bo'yicha shartnoma olib kelasiz. Shu shartnomani asosan sizga sotib beradigan sizga yetkazib beruvchi turib beradi. Masalan, siz yetkazib beruvchi bo'lib kim hisoblanadi? Shu kompyuterni, monitorni boshqasini tadbirkor subyektlarni olib, hujjatni olib keladi. Shularni shu topshiribdi. Siznikida mahalla qadangizda kartangiz 60 million so'mgacha tushadi. To'g'ri, kartangizdan bor bir tadbirkorlik qilsak bo'lgan, siz uchun kerak bo'lgan jihoz, siz uchun kerak bo'lgan stereo, navoiychilik qilsak bo'lsangiz, sizlar 2 dona ta'minot bilan 5-6 hafta bunga kerak, mishakka kerak, nam qarmoqqa